taxlangan buyumlar. Shumon qilish endi menga tegyapti-da, tushundingizmi? Mana shumon qildirib yuboravermayman har kimga. Tushundingizmi? Tushundingizmi demay menga, xodim. Tushunmaganligingiz uchun aytyapman. Tushundingizmi deb muomala qilmayapman. Muomalangiz to'g'rila gaplashing aka. Men sizga boshqacha muomala qilganim yo'q. Muomalangiz to'g'rila gaplashing. O'zimni tanishtirdim sizga. Oldingizda nima bor? Guruh birlashmang. Men shumonqa bo'lishdi. Endi siz aralashmaysiz. Siz bilan gaplashmayapman. Qanday tekshirdingizmi bog'ni? Bog'ni ko'rganim yo'q. Bo'ldi. Biz ketaveramiz bo'lmasa tekshirib o'ldingizmi? Shu yigitni chekkaga men 1 minut aka, keling. Hali qilmay turing. Pulim bilan telefonim bo'ldi. Sharmanda qildilar hammani oldida. Hammalaring. Qonun qoida buzdimi? Hech qanday qonun qoidani buzganmi? Sizlar ko'rdilarmi qanaqa to'xtatganini bularda aka? Siz kim bilasiz? Menmi? O'rtog'im. Guvoh ba. Sabab Qanaqa to'xtatganligini ko'rdi. O'shancha to'xtadim men. Tinchlikmi deb. Bironta jinoyat ish qildimi yo? Jamoat joyida ko'chada sigaret chekayapti bunaqa aka. Biz oldimizda qo'zg'alib sodir etyapsiz-da. Bahs so'rayapti. Men so'rayapman. Yo'q, aka, sizga aytyapman. Sigaret chek turmang bu yerda. Ye. Nima qilgan? Shunaqangi qilib tekshirish kerak. Nimasi bo'yicha sizga hisobot berdim. O'g'lingiz bo'lsa aytardim. Sharmanda qilyapsiz-da aka. Sharmanda qilyapsiz. Sharmanda qilib nima sizni? Shaxsiy toptalyaptimi? Sharmanda qilyapsiz. Kimsiz o'zi? O'zi tanishtiringchi? Tanishtirdimmi o'zi? Yo'q, tanishtirmadingiz. Yana boshqa taraf tanishtiring. Kimsiz o'zi qanaqa muomala qilyapsiz? Yo, dokumentingizni ko'rsatingmi bo'lmasa? Ko'rsating bironta dokumentingiz bormi? Kimsiz o'zi? Bilaylik. Boz patrul xizmatida. Gayvasiz-a, siz?